Ba'zi bir insonlarda shunday holatlar bo'ladiki, ishdan so'ng charchoq, tana og'irligi, holsizlik kuzatiladi. O'sha paytda insonlar o'zlari uchun har xil dori vositalari yoki har xil qo'llanmalar qo'llaydi. Shu borada shunday insonlarga siz qanday tavsiya bera olasiz? Juda ham o'rinli savol. Hammada ham bu holat juda ham ko'p kuzatiladi. Aynan ishdan borgan vaqtimizda holsizlik, kun davomidagi stress holatlari yoki bo'lmasam har xil holatlar insonni tez charchatib qo'yishi, ya'ni toliqtirib qo'yishi vujudga keladi. Aynan shu holatda bizning vostochniy lekar, ya'ni charx tabibi mahsulotimiz immunitetni ko'tarib beradi, ishchanlik faoliyatini juda ham oshirib beradi. Bu mahsulotimiz nafaqat immunitetni oshirish uchun, bu butun tanadagi og'riqlarni olishga hamda organizmni salomatligini tiklash va uning harakatchanligini oshirishga foydasi juda ham kuchli. Bu mahsulotimiz hamma kasalliklarda tavsiya qilamiz. Buni ichish davomiyligi 1 oydan 3 oygacha davom etishi mumkin. O'ta og'ir kasalliklarda kerak bo'lsa yillar davomida ham beramiz. Bu mahsulotimizni iste'mol qilgan vaqtda inson birinchi navbatda charchoq ketadi, immunitetni ko'taradi hamda bundagi ishchanlik faoliyati oshish bilan birgalikda miya faoliyatini ham juda ham yaxshilab beradi. Organizmning kislorod bilan ta'minlanish darajasi keskin darajada oshib boradi. Bu mahsulotimiz haqida to'liq ma'lumot olishni xohlasangiz yoki bo'lmasa xarid qilishni istasangiz, albatta bizga aloqaga chiqing.